Bugun viloyat hokimligida o'tkazilgan hokimlik soatida ijro intizomi holati, fuqaro murojaatlarining ijro holatlari hamda ochiqlik siyosatini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar muhokama qilindi. Unda viloyat, tuman va shahar darajasidagi rahbarlar ishtirok etishdi. Muhokama jarayonida birinchi navbatda ijro intizomi va fuqaro murojaatlarining ijro holatlari bo'yicha hozirgi vaziyat tahlil qilindi. Muammolar va qamrab olinmagan yo'nalishlar hamda ularni hal etish yo'llari muhokama qilindi. Ayniqsa murojaatlarga tezkor va sifatli javob qaytarish, byurokratik to'siqlarni ommaviy ravishda kamaytirish muhim vazifa sifatida belgilab olindi. Sirdaryo tumanida 92 ta, Guliston shahrida 89 ta, Sayxunobod tumani hamda Yangiyer shaharlarida 77 ta holatlarda ijro intizomini ta'minlashda sustkashlikka yo'l qo'yilganligi, ular tomonidan qonun buzilish holatlari sodir etilganligi aniq misollar bilan ko'rsatib berildi. Viloyat tashkilotlaridan Sog'liqni saqlash boshqarmasi, Toza hudud korxonasi va Xalq banki tomonidan ham bu borada kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi yuzasidan e'tirozlar bildirildi. Fuqaro murojaatlari har xil darajadagi rahbarlar tomonidan inkor etib kelyapti. Noinsof, xuddiki sen osmondan tushgansan. Seni onang yo'q, seni otang yo'q, seni farzanding yo'q, sening boshqa yaqinlaring yo'q. Ertaga shularning o'rnida seni yaqinlaring bo'lsa, boshqa birov shunaqa sarson qilsa, ular yo'qchilikdan, adolatsizlikdan, sening harakatsizligingdan norozi bo'lib murojaat qilyapti. Mazaxo'rak uchun murojaat qilayotgani yo'q. Harakatsizligimizdan murojaat qilyapti. Bizga ko'zingni och deb beryapti. Lekin baribir ko'zimizni ochmayapmiz. Bu noinsof. Ularni hech qanaqa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi boshqa. Shuningdek, muhokamada ochiqlik siyosati hamda jamoatchilik bilan aloqalarni ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Fuqarolarning murojaatlari va takliflari bo'yicha holatlar oshkoralikda, ochiq va shaffof ravishda hamda zamonaviy axborot vositalaridan foydalanilgan holda muhokama qilib borilishi zarurligi ta'kidlandi. Ochiqlikni ta'minlash maqsadida tuzilgan media tadbirlar rejasini Yangiyer shahrida faoliyat olib boruvchi korxona va tashkilotlar tomonidan 19 ta band, Xovos tumanida 7 ta band hamda Sardoba tumanida 6 ta band bajarilmayotganligi tanqid qilindi. Qator mas'ullar qat'iy ogohlantirildi. Media tadbir nima degani? O'sha tashkilotning faoliyatini xalqqa yetkazib berish degan. Bu ochiqlik siyosati degan, prezident siyosati bu. Qancha ko'p odamlarga chiqib, qancha ko'p gapiradigan bo'lsang, butun hamma mahallaning kanallariga tarqatsang, murojaat kam tushadi-ku. O'zingga yaxshi-ku. Yakunda ijro intizomini ta'minlash, murojaatlarga tezkor javob berish tizimini takomillashtirish hamda ochiqlik sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish bo'yicha vazifalar va topshiriqlar berildi. Holat har hafta hokimlik soatida muhokama etib borilishi belgilandi.